Assalomu alaykum. Ertalabdan qonunchilikdagi ayrim yangiliklarni aytib o'tmoqchiman. 2026-yil 1-apreldan boshlab alkogol va tamaki mahsulotlarini faqat naqd pulsiz shaklda sotib olish mumkin bo'ladi. Ya'ni siz naqd pulda alkogol yoki tamaki mahsulotlarini sotib ola olmaysiz. Alkogol, tamaki mahsulotlarini sotib olish uchun esa naqd pulsiz shaklda, ya'ni plastik kartalar orqali, bank kartalari orqali yoki elektron to'lov tizimlari orqali sotib olish mumkin bo'ladi. Bu bilan hukumat qarorida belgilab o'tildi. Bundan tashqari, avtomobillarni probegini qaytarganlik uchun ham javobgarlik masalasini belgilash muhokamaga qo'yilyapti hozir. Qonunchilik palatasi deputatlar tomonidan muhokama qonun loyihasi, ya'ni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi kiritildi. Unga ko'ra, avtomobillarning bosib o'tgan masofasi, ya'ni probegini o'zgartirganlik uchun ham ma'muriy javobgarlik belgilash masalasi taklif qilingan. Agarda qonunchilikka o'zgartirish kiritilib, bu norma kiritiladigan bo'lsa, albatta ertaga misol uchun javobgarlik masalasi belgilanishi mumkin bu haqda.